Bugun juda muhim savolni ko'rib chiqamiz. Pensiya jamg'armasiga murojaat qilish kerakmi yoki hammasi avtomatik hal bo'ladimi? Bu mavzu faqat pensiyaga chiqayotgan odamga tegishli emas. Bu har bir ishlayotgan fuqaro, yakka tartibdagi tadbirkor, chet elda ishlab qaytganlar, dekret ta'tilda bo'lgan ayollar, harbiy xizmatni o'taganlar, nogironligi bor shaxslar va hatto hali yosh bo'lsa ham kelajakda pensiya olmoqchi bo'lgan har bir inson uchun juda muhim. Chunki bitta e'tiborsizlik tufayli odam yillar davomida kam pensiya olishi yoki umuman ayrim davrlari stajga kirmay qolishi mumkin. Men bugun sizga oddiy tilda tushuntirib beraman. Qachon pensiya jamg'armasiga bo'lish kerak? Qachon bo'lish shart emas? Qanday hujjatlar kerak bo'ladi? Eng ko'p uchraydigan xatolar nimalar va o'zingizni qanday himoya qilasiz? Agar bu mavzu sizga foydali bo'lsa, hozirroq kanalga obuna bo'ling, videoga like bosing. Chunki bunday ma'lumotlar odamga aynan kerak paytida katta pul va asabni tejab beradi. Avval pensiya masalasida ko'p narsa qog'oz hujjatlarga bog'liq edi. Odam pensiya yoshiga yaqinlashsa, mehnat daftarchasini ko'tarib pensiya jamg'armasiga borardi. U yerda xodimlar ish stajini qo'lda hisoblar, qaysi yillarda qayerda ishlagan, qaysi joyda maosh olgan, qaysi korxona tugatilgan, qayerdan ma'lumotnoma kerak, hammasi alohida tekshirilardi. Agar mehnat daftarchasi yozuv noto'g'ri bo'lsa, muhr o'chib ketgan bo'lsa, korxona nomi o'zgargan bo'lsa yoki arxivda hujjat topilmasa, odam o'ylab yugurardi. Hozir esa tizim ancha raqamlashtirildi. Ko'plab ma'lumotlar elektron bazalarda ko'rinadi. Ish beruvchi tomonidan to'langan ijtimoiy soliq, ish haqi, mehnat shartnomalari, ayrim davrlar bo'yicha ma'lumotlar. Shuning uchun ko'pchilikda shunday fikr paydo bo'ldi. Endi pensiya jamg'armasiga murojaat qilish shart emas, hammasi o'zi chiqadi. Mana shu joyda ehtiyot bo'lish kerak. Ha, ayrim jarayonlar avtomatlashtirilgan, lekin bu hamma narsa 100% to'g'ri degani emas. Men amaliyotda ko'p ko'rganman. Odam 30.000 yil ishlaganman deb o'ylaydi. Tizimda esa 24 yil ko'rinadi. Kimdir rasmiy ishlagan, lekin ish beruvchi badal yoki soliqni to'liq aks ettirmagan. Kimdir 1990 yillardagi stajini isbotlay olmaydi. Chunki korxona yopilgan. Kimdir familiyasini o'zgartirgan. Masalan, turmushga chiqqan ayolda hujjatlar bir-biriga mos kelmaydi. Kimdir harbiy xizmat, o'qish, bolani parvarish qilish davri yoki nogironlik bilan bog'liq davrlar qanday hisoblanishini bilmaydi. Shuning uchun savolga javob bitta. Kerak bo'lsa, albatta murojaat qilish kerak. Lekin kimga? Qachon va qanday holatda murojaat qilish kerakligini to'g'ri bilish lozim. Eng avvalo, pensiya masalasida 3 ta asosiy narsa bor. Yosh, ish staji va ish haqi bo'yicha ma'lumot. Pensiya tayinlashda faqat men ko'p yil ishlaganman degan gap yetarli emas. Bu yillar hujjat bilan yoki elektron ma'lumot bilan tasdiqlanishi kerak. Bundan tashqari qaysi davrda qancha daromad bo'lgan, o'sha davr uchun soliq va badallar qanday aks etgan, bular ham ahamiyatli. Masalan, birinchi vaziyatni olaylik. Akmal aka 6 yoshga yaqinlashyapti, 35 yil turli tashkilotlarda ishlagan. Oxirgi 15 yili rasmiy ishlagan, hammasi elektron tizimda bor. Lekin 1992-2000 yillarda ishlagan zavodi hozir yo'q. Mehnat daftarchasida yozuv bor, lekin muhr xira. Akmal aka baribir ko'rinadi deb o'tirmasligi kerak. U oldindan pensiya jamg'armasiga yoki tegishli xizmat markaziga murojaat qilib, o'sha davr staji tan olinadimi? Qo'shimcha arxiv ma'lumoti kerakmi tekshirtirib olgan ma'qul. Chunki pensiya tayinlash kuni kelganda arxiv qidirish boshlansa, vaqt cho'ziladi va odam o'ziga tegishli pulni vaqtida ola olmay qolishi mumkin. Ikkinchi vaziyat, Dilnoza opa 60 yoshga yaqin. U 12 yil maktabda ishlagan. Keyin 8 yil farzandlari bilan uyda bo'lgan. So'ng xususiy korxonada yana 10 yil ishlagan. U mening umumiy hayotimda mehnat ko'p, pensiya chiqadi deb o'ylaydi. Lekin pensiyada aynan qaysi davrlar stajga kirishi va qaysi biri kirmasligi alohida masala. Bola parvarishi bilan bog'liq davrlar bo'yicha qonunchilikda belgilangan tartiblar bor, lekin buning uchun tug'ilganlik guvohnomalari, ish joyidan buyruqlar yoki boshqa tasdiqlovchi hujjatlar kerak bo'lishi mumkin. Agar Dilnoza opa buni oldindan tekshirtirmasa, pensiya miqdori kutilgandan past chiqishi mumkin. Uchinchi vaziyat, Jamshid 45 yoshda. Hali pensiyaga ancha bor. U menga hozir pensiya jamg'armasi nimaga kerak deb o'ylaydi. Lekin u oxirgi yil turli xususiy firmalarda ishlagan, ayrim paytlar konvert orqali maosh olgan. Rasmiy maoshi 20 million so'm ko'rsatilgan. Aslida 5 million olgan. Pensiya hisobida esa ko'pincha rasmiy ma'lumot asos bo'ladi. Demak, ertaga u men yaxshi maosh olganman desa ham, tizimda kam maosh ko'rinsa, pensiya hisobiga ta'sir qiladi. Shuning uchun yoshlar ham
o'z ish joyi rasmiyligini, mehnat shartnomasi borligini, ish haqi to'liq ko'rsatilayotganini tekshirish kerak. Pensiya muammosi ortan yoshda boshlanmaydi. U 25-30 yoshdagi rasmiy mehnat munosabatlaridan boshlanadi. 4-vaziyat chet elda ishlagan fuqaro. Masalan, odam 7 yil Rossiyada yoki boshqa davlatda ishlab kelgan. U yerda rasmiy ishlaganmi, shartnoma bo'lganmi? Sug'urta badallari to'langanmi? Ikki davlat o'rtasida pensiya bo'yicha kelishuv bormi? Bularning hammasi ahamiyatli. Men chet elda ishladim degan gapning o'zi yetmaydi. Agar hujjatlar bo'lmasa, bu davrni pensiya stajiga kiritish qiyinlashadi. Shuning uchun chet elda ishlagan odam, ayniqsa pensiya yoshiga yaqinlashayotgan bo'lsa, albatta pensiya jamg'armasidan maslahat olish kerak. Kimlar albatta murojaat qilish kerak? Birinchidan, pensiya yoshiga yil qolgan fuqarolar. Men bunday odamlarga kutib o'tirmay, hozirdan stajingizni tekshirtiring deyman. Ikkinchidan, mehnat daftarchasida tushunarsiz yozuvlar, o'chgan muhrlar, noto'g'ri sana yoki korxona nomi xato yozilganlar. Uchinchidan, korxonasi tugatilgan, arxivga topshirilgan yoki umuman ishsiz yo'qolgan tashkilotlarda ishlaganlar. To'rtinchidan, familiya, ism yoki otasining ismi o'zgarganlar. Beshinchidan, ish staji bo'linib ketgan, ya'ni 1 yil ishlab, 2 yil ishlamagan, keyin yana ishlagan fuqarolar. Oltinchidan, nogironlik pensiyasi bo'g'uvchisini yo'qotganlik pensiyasi yoki imtiyozli pensiya olish ehtimoli borlar. Kimlar hozircha xavotir qilmasa ham bo'ladi. Agar siz yosh bo'lsangiz, rasmiy ish joyingiz bor bo'lsa, mehnat shartnomangiz elektron tizimda ko'rinsa, ish beruvchi siz uchun soliq va badallarni to'liq ko'rsatayotgan bo'lsa, hozir pensiya jamg'armasiga har oy borish shart emas. Lekin baribir yiliga kamida bir marta o'z mehnat tarixingizni elektron xizmatlar orqali tekshirib qo'yish foydali. Chunki xatoni 20 yildan keyin emas, bugun topgan yaxshi. Endi istisnolar, tuzoqlar va ko'pchilik bilmaydigan nozik jihatlarga o'tamiz. Eng katta xato shuki, odam mehnat daftarchasi bor bo'lsa, hammasi hal deb o'ylaydi. Mehnat daftarchasi muhim hujjat, lekin undagi har bir yozuv talablarga mos bo'lishi kerak. Ishga qabul qilingan sana, ishdan bo'shagan sana, buyruq raqami, tashkilot nomi, mas'ul shaxs imzosi va muhr bo'yicha savollar tug'ilishi mumkin. Agar yozuvda qabul qilindi bor, lekin bo'shatildi, yozuvi yo'q bo'lsa, o'sha davrni aniqlashtirishga to'g'ri keladi. Agar korxona nomi bir joyda Bahor Ltd, boshqa joyda Bahor Servis deb ketgan bo'lsa, bu ham muammo bo'lishi mumkin. Ikkinchi tuzoq norasmiy ish. Ko'pchilik men 15 yil bozorda ishladim, ustachilik qildim, fermerda yurdim, do'konda sotuvchi bo'ldim deydi. Lekin agar rasmiy shartnoma, soliq to'lovi yoki boshqa tasdiqlovchi ma'lumot bo'lmasa, bu davrni pensiya stajiga kiritish oson emas. Ayniqsa xususiy sektorda ishlaganlar o'z huquqini vaqtida talab qilishi kerak. Ish beruvchi keyin rasmiylashtiramiz desa, bu keyin pensiyangiz kamayishi mumkin degani bo'lishi mumkin. Uchinchi nozik jihat, ish haqi miqdori. Ba'zida odamning staji yetarli bo'ladi, lekin pensiya miqdori past chiqadi. Sababi rasmiy ish haqi past ko'rsatilgan. Masalan, bir kishi 20 yil davomida amalda yaxshi daromad olgan, lekin hujjatda eng kam yoki juda past oylik yuritilgan. Pensiya tayinlashda esa rasmiy ma'lumot hisobga olinadi. Shuning uchun bugun soliq kamroq bo'lsin deb rasmiy oylikni kamaytirish ertaga pensiya miqdoriga zarar yetkazishi mumkin. 4-jihat, imtiyozli pensiya. Ayrim kasblar og'ir, zararli yoki alohida sharoitli hisoblanishi mumkin. Lekin men qiyin ishda ishlaganman deyishning o'zi yetmaydi. Lavozim nomi, ish sharoiti, ish joyining ro'yxatlarga mosligi, buyruqlar, attestatsiya hujjatlari va boshqa dalillar kerak bo'ladi. Masalan, shaxtada, kimyo ishlab chiqarishida, issiq sexda, ayrim tibbiyot yoki ta'lim muassasalarida ishlaganlar o'z holatini alohida tekshirtirish kerak. Bir harf xato yozilgan lavozim nomi ham ba'zida imtiyozga ta'sir qilishi mumkin. 5-jihat, pensiya tayinlash sanasi. Odam huquqi paydo bo'lgan kuni murojaat qilmasa, to'lov qachondan boshlanishi masalasida farq bo'lishi mumkin. Shuning uchun 1-2 oy o'tib boraman deb yurish yaxshi emas. Pensiya yoshiga yetganingizda yoki huquq paydo bo'lganida kechiktirmay murojaat qilish kerak. Oldindan maslahat olish esa alohida foydali. 6-jihat. Bazalarda xato bo'lishi mumkin. Raqamlashtirish yaxshi, lekin inson omili baribir bor. Pasport ma'lumotidagi bitta raqam noto'g'ri kiritilishi, istir yoki JSHR bilan bog'liq xatolik, familiya o'zgarishi, eski va yangi hujjatlar mos kelmasligi natijasida ayrim yillar tizimda ko'rinmay qolishi mumkin. Shu sababli elektron bazaga ko'r-ko'rona ishonib qolmaslik kerak. Tekshirish, solishtirish kerak bo'lsa yozma ariza berish lozim.
7-chi jihat arxiv masalasi. Korxona yopilgan bo'lsa, uning hujjatlari qaysi arxivga topshirilgani aniqlanishi kerak. Ba'zida odam o'zi ishlagan tashkilot manzilini ham unutadi. Lekin eski buyruq nusxasi, ish haqi ma'lumotnomasi, mehnat daftarchasi, kasaba uyushmasi bileti, harbiy bilet, diplom, tug'ilganlik guvohnomalari kabi hujjatlar yordam berishi mumkin. Hujjat qancha ko'p bo'lsa, pozitsiyangiz shuncha kuchli bo'ladi. Endi eng muhim qism. Siz amalda nima qilishingiz kerak? Men quyidagi tartibni tavsiya qilaman. Birinchi qadam, o'z hujjatlaringizni bir joyga yig'ing. Pasport yoki ID karta, JSSHIR, mehnat daftarchasi, diplom, harbiy bilet, nikoh yoki ajrim guvohnomasi. Familiya o'zgargan bo'lsa tasdiqlovchi hujjat, farzandlarning tug'ilganlik guvohnomalari, eski ish joylaridan ma'lumotnomalar, arxiv javoblari, nogironlik bo'yicha hujjatlar bo'lsa, hammasini alohida papkaga soling. Hujjatning asli olovda, nusxalari olovda tursin. Ikkinchi qadam, mehnat tarixingizni tekshiring. Elektron xizmatlar, davlat xizmatlari markazi yoki tegishli idoralar orqali sizning rasmiy ish faoliyatingiz qanday ko'rinayotganini bilib oling. Qaysi yillar bor, qaysilar yo'q, qaysi tashkilot nomi noto'g'ri, qaysi davrda ish haqi ko'rinmayapti. Hammasini yozib chiqing. Men har doim odamlarga jadval tuzishni maslahat beraman. Yil, tashkilot nomi, lavozim, ishga kirgan sana, chiqqan sana, hujjat bormi yoki yo'qmi? Shunda muammo aniq ko'rinadi. 3-qadam. Agar pensiya yoshiga yaqin bo'lsangiz, pensiya jamg'armasiga oldindan maslahat uchun murojaat qiling. Menga pensiya tayinlab bering deb emas, avval mening stajim va hujjatlarimni oldindan ko'rib, qaysi davrlar bo'yicha qo'shimcha hujjat kerakligini tushuntirib bering deb murojaat qiling. Agar og'zaki javob noaniq bo'lsa, yozma ariza bering. Yozma arizada ismingiz, pasport ma'lumotingiz, yashash manzilingiz, telefon raqamingiz, muammo mazmuni va ilova qilinayotgan hujjatlar ro'yxatini ko'rsating. 4-qadam. Eski ish joylari bo'yicha arxiv ma'lumotini qidiring. Agar korxona hozir ishlayotgan bo'lsa, kadrlar bo'limidan ishga qabul va bo'shatish buyruqlari, ish haqi ma'lumotnomasi, lavozim bo'yicha ma'lumot so'rang. Agar korxona yopilgan bo'lsa, tuman yoki viloyat arxiviga, ba'zan yuqori tashkilot arxiviga murojaat qilish kerak bo'ladi. Ariza berganingizda taxminiy yillarni aniq yozing. Masalan, 1996 yil mart oyidan 2002 yil avgust oyigacha falon korxonada, falon lavozimda ishlaganman deb yozish arxiv xodimiga qidirishni osonlashtiradi. 5-qadam, ish beruvchingizni tekshiring. Agar hozir ishlayotgan bo'lsangiz, mehnat shartnomangiz rasmiy kiritilganmi? Oylingiz to'liq ko'rsatilganmi? Siz uchun tegishli to'lovlar aks etyaptimi? Buni nazorat qiling. Buni buxgalter biladi deb qo'l siltamang. Pensiya sizniki, javobgarlik ham oxir-oqibat sizning hayotingizga ta'sir qiladi. Ish beruvchi rasmiylashtirmasa, keyin siz zarar ko'rasiz. 6-qadam, rad javobi yoki tushunarsiz hisob-kitob bo'lsa, jim qolmang. Pensiya miqdori nega shunday chiqqanini tushuntirishni so'rang. Qaysi yillar stajga kiritildi, qaysi yillar kiritilmadi, nima sababdan qaysi hujjat yetishmayapti, bularni aniqlang. Agar rozi bo'lmasangiz, yugurib turuvchi organga yoki qonunda belgilangan tartibda sudga murojaat qilish imkoniyati bor. Lekin buning uchun hissiyot emas, hujjat kerak. Shuning uchun har bir ariza, javob xati, ma'lumotnoma nusxasini saqlab boring. 7-qadam, pensiya tayinlangandan keyin ham tekshiring. Ko'pchilik pensiya chiqdi, bo'ldi deb o'ylaydi. Aslida hisob-kitobda xato bo'lishi mumkin. Agar keyin qo'shimcha staj tasdiqlansa yoki ilgari topilmagan hujjat chiqib qolsa, qayta hisoblash masalasi ko'tarilishi mumkin. Shuning uchun pensiya miqdorini tushunmasangiz, mutaxassisdan so'rang. O'zingizdagi hujjatlar bilan solishtiring. Men yana bir amaliy misol beraman. Bir opa pensiyaga chiqqanda unga 23 yil staj hisoblangan. U esa 20 yil ishlaganini aytdi. Tekshirib ko'rilganda 6 yil ishlagan korxonasi nomi mehnat daftarchasida qisqartma bilan yozilgan, arxivda esa to'liq nom bilan turgan ekan. Oddiy moslashtirish va arxiv ma'lumotnomasi orqali o'sha davr tasdiqlandi. Natijada pensiya qayta hisoblandi. Agar opa shunaqa ekan deb indamay qo'ysa, umrining oxirigacha kamroq pensiya olishi mumkin edi. Yana bir holat. Bir kishi xususiy firmada 12 yil ishlagan, lekin faqat 4 yil rasmiy ko'ringan. Qolgan yillarda oylik naqd berilgan. U pensiyaga yaqinlashganda bu katta muammoga aylandi. Guvohlar bor edi. Lekin pensiya masalasida guvohning o'zi ko'pincha yetarli bo'lmaydi. Hujjat kerak bo'ladi. Bu misol yoshlar uchun katta dars. Bugun rasmiy bo'lmasa ham mayli degan qaror ertaga juda qimmatga tushadi. Demak, pensiya jamg'armasiga murojaat qilish kerakmi?
Agar sizning hujjatlaringizda noaniqlik bo'lsa, pensiya yoshiga yaqinlashayotgan bo'lsangiz, eski stajlaringiz tizimda ko'rinmasa, familiya yoki ish joyi ma'lumotlarida farq bo'lsa, imtiyozli pensiya ehtimoli bo'lsa, albatta murojaat qilish kerak. Agar siz yosh bo'lsangiz va hammasi rasmiy yuritilayotgan bo'lsa ham, baribir o'z mehnat tarixingizni va rasmiy oyligingizni vaqti bilan tekshirib boring. Pensiya bu faqat davlat beradigan pul emas. Bu sizning yillar davomida qilgan mehnatingiz natijasi. Uni to'g'ri hisoblatish uchun hujjatlaringiz tartibli bo'lishi, xatolar vaqtida aniqlanishi va kerakli joyga vaqtida murojaat qilinishi kerak. Sizda ham pensiya, staj, mehnat daftarchasi yoki hujjatlar bo'yicha muammo bo'lganmi? Izohlarda yozib qoldiring. Boshqalar ham sizning tajribangizdan foyda oladi. Video foydali bo'lgan bo'lsa, like bosing, kanalga obuna bo'ling va yaqinlaringizga yuboring. Chunki bitta to'g'ri maslahati kimningdir pensiyasini, vaqtini va asabini saqlab qolishi mumkin.